Bizda bitta shunaqa endi tandirdan chiqqani bor. Hammaga shunaqasi qiziq bo'ladi. Bitta like bosib qo'ying, boshladi. Baland, katta, baquvvat darvozalar Hikvision domofonlari bilan birga noodatiy tabiiy toshlardan bajarilgan yo'lligimiz ko'zga tashlanadi. Cho'killarimiz albatta granit tabiiy toshidan bajarilgan. Devor va uyimizni fasadi travertin toshini ushog'idan bo'lgan qoplama. Uyimizning qurilishini boshidan toki oxirigacha saqlanib qolgan bodom va mevali daraxtlarimiz landshaftimizni ko'rkini yana ham ochib, yam-yashil gazon bilan hamnafas bo'lib yaratilgan. Kechqurungi manzaramiz to'liq saqlanib qolish uchun perimetr bo'yicha mana bunaqa ajoyib dizayndagi chiroqlarimiz o'rnatilgan. Eng muhimi, uyimiz ikkiga bo'lingan. Bitta 2 qavatli imorat va 1 qavatli dam olish zonasiga qo'shilgan mehmonlar uchun yotoqxona. Mamyog'imizda mehmonlar uchun shinamgina o'zini mehmonxonasi va hech kim bu yerda bir-birini oldida xijolat tortmaydi. Chunki hammada bir xil komfort. Mana mehmonlar uchun yotoqxonada shkofimiz, karavotimiz va albatta o'zini полноценный sanuzyellari ham bor. Dushovoy kabinalari bilan. Basseynimizga ahamiyat beringlar. To'liq avtomatlashtirilgan, polniy tegidagi ichidagi chiroqlari, podsvetkalari ham o'rnatilgan. O'zi suv to'ldiradi va o'zi to'xtatadi. Bu yoqda bizani shinamgina o'zimizni ichkaridagi oshxonadan hech qanaqa kam joyi yo'q. Letniy kuxnyamizni o'zingizlar bitta bahosini berib qo'yasizlar. Sauna xonamizga kirib kelamiz. Bu yoqda bizda ko'rkimizga ko'p qo'shib turadigan tuzli devorimizni kutib oladi. Juda ham chiroyli. Bu yog'imizda polniy kelajakda stol stullar qo'yib o'tirib dam olsa bo'ladi. Mana bu yog'imizda yog'ochli sauna. E'tibor berasizlar, juda ham chiroyli fukus bilan bajarilgan. Bu yog'imizda qo'shimcha banyadan keyin, basseyndan keyin cho'miladigan o'zini sanuzyeli, dushovoy kabinalari bor. Xonamizda ham обязательно mana bunaqa Bluetooth'imiz bor. Bluetooth'ni yoqib bemalol ashulani qo'yib, bemalol dam olsa bo'ladi. Eng qizig'i bu dam olish zonaning eng zo'r tarafi qishda ham bemalol saunada o'tirsangiz bo'ladi. Yozda ham basseynda cho'milib maza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Azizlar, xonadonimiz 2 qavatdan iborat. Hozir birinchi qavatidamiz. Birinchi qavatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi bo'lib ko'zga tashlanadigan narsa bu kaminimiz. Juda ham kачественный, zazorlariga, mana joylariga, kesma joylariga e'tibor berasizlar. O'zimizning jaydari o'zbek bolalar bajargan. Kelgan masalaga aytmoqchi bo'lganim, mana dekorativniy jaluzimizga e'tibor beringlar. Perilalar bu yerda yo'q, faqat dekorativniy jaluzi qilingan. Mana bunaqa chiroyli lyustralarimizni ham ilib o'tib ketganmiz. Qanaqa nejniy hamma narsa bajarilganiga отдельно bitta like bosib o'tib ketasizlar. Dushovoy xonamiz, sanuzelimizga xush kelibsizlar. Birinchi bo'lib bizning ko'zimizga tashlanadigan narsa bu oynamiz. Oynamiz podsvetkali и pardan saqlangan bo'ladi. Mana bunaqa toshli porogimiz. Nimaga bu narsa qilingan? Chunki mana bu yerda datchigimiz bor. Suv datchigi hisoblanadi. Agar bu yerda lishniy suv paydo bo'ladigan bo'lsa, bu datchigiga signal borgandan keyin avtomatik uydagi polniy suvlar o'chiriladi. Mana gigiyenический dushlarimiz, to есть tahoratxona bemalol mana отдельно qilingan bo'ladi. Bizda mana bunaqa kabinkali dushimiz. Bu narsaga отдельно baho berib qo'yasizlar. Magnitda polniy germetik hamma stiklarga mana bunaqa joylarga e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli bajarilgan. Hech qanaqa mana bu zazor, peshi yoki anaqasi germetik qolib ketgan joyi yo'q. Bu oshxonamiz, xonadonimizning kuxnyasi, ayollar yaxshi ko'radigan joy. Mana bunaqa shkoflarga, podsvetkali shkoflarga e'tibor berasizlar. Отдельно bitta like bunga ham обязательно. Bu stoleshniца, посудомойка apparat. Mana bunaqa joylarimizga zazor stiklarga отдельно bitta e'tibor, baho. Gaz plita, pech, stoleshnitsamiz, vechishka, rakvin. Ikkinchi qavatga ko'tarilyapmiz azizlar. Mana zinalarga e'tibor berasizlar, yog'ochdan qilingan, juda ham chiroyli. Nimaga kafildan demasanglar, kafil zax tortadi. Shuning uchun yog'och eng zo'r решение xonadon uchun. Sekin chiqishni boshlaymiz. Mana bu bizani уже ikkinchi etajni holli kutib oladi. Mana bunaqa dekorativniy jaluzilar bilan bajarganmiz. Nimaga perila emas? Chunki bolajonlarimiz perila опасный bo'lgani uchun biz уже отказаться qilib davomli mana shunaqa jaluziga o'tganmiz. Mana bunaqa встроенный shkaflarimizga отдельно e'tibor berib, like bosib qo'yasizlar. Qaranglar, qanchalik chiroyli zazorlariga e'tibor beringlar. Keyin mana bitta har bitta xonamizda также mana bunaqa теплый polo datchigi, mana bunaqa Bluetooth knopkalarimiz bor, потолокda kolonkalarimiz bor. Bemalol ashulalarni qo'yib, manza qilib, romantik вечер qilsanglar bo'ladi. Eng yaxshi ko'rganim mana shunaqa anaqalar shkoflar bo'ladi, mana shu tegi bo'sh, bemalol pollarni artib olsanglar ham bo'ladi. Shu narsaga отдельно e'tibor berasizlar.
Ikkinchi qavatimizda родительский sanuzeldan tashqari общий sanuzelimiz bor. Mana kirib ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Xuddi nargi sanuzelimizga o'xshaydi-yu, faqat sal kattaroq bajarilgan, chunki bu общий sanuzel. Также bu yoqda holımizda mana bunaqa zalimiz bor, дополнительный, faqat yopiq ichida narsalar bor. Bunaqa chiroyli закрытый pardalar va mana bunaqa дополнительный domofon. Birinchi etajga tushmasligi uchun qo'shimcha qilib ketilgan. Va mana bunaqa avtomatlar uchun shitokimiz. Bunda ochsanglar, har bitta avtomatimizda nomerlangan va har bittasi nimaga javob berish haqida yozilgan. Biz bunaqa narsalarga ahamiyat beramiz. Kimdir uchun bu mayda-chuyda bo'lishi mumkin, lekin biz uchun bu juda ham muhim narsa. Также bu yoqda o'g'il bolalarning spalnisi, bu ham yopiq ichida narsalar bor. Также bu yoqda qiz bolalarning spalnisi kirib ko'rishingiz mumkin. Proyekt bilan bir xil qilib bajarilgan. Uyimizning birinchi qavatida faqat mana bunaqa domofon bilan shitokimiz emas, balki mana bunaqa qisuv knopkamiz bor. Mana buni tomosha qilinglar. Buni bossanglar bum qilmaydi. Bu narsani bossanglar, xonadondagi barcha освещение, tokda ishlaydigan narsalar o'chadi va bemalol dam olishga ketsanglar bo'ladi. Ana endi sizlarni uyi yuragi bilan tanishtiraman. Ketdik. Har bitta uyimizning yuragi bo'lgan texnik xona bilan bugun sizlar bilan отдельный video qilib tanishib chiqamiz. Birinchi bo'lib har bitta uyga sovuq suv olib kirilgan bo'ladi. Mana shu sovuq suvdan hamma narsa boshlanadi. Mana bu trubalarni ko'rishingiz mumkin. Har bitta truba nimaga javob berishi, qayerga ketishi hammasi yozilgan. Bizda bu yerda palif bor. Palif sistemamizda o'zi Wi-Fi dan ishlaydi. Bu yerda bo'lsanglar ham bemalol palifni yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Bizda bu yoqda mana bunaqa Neptun datchiklarimiz bor. Neptun datchik sanuzellarda, oshxonada shunaqa traplarimiz bor. U datchikka misol ortiqcha polda mana qanaqadir toshqin bo'lib suv yig'iladigan bo'lsa, u datchikka suv kelgandan keyin borib urilgandan keyin riski butun podachani suvni o'chirib qo'yadi. O'zingizlar yoqishingiz kerak. Mana bu yerda bizda basseynga, xonaga, отоплениyaga, issiq suv, sovuq suv hamma joyga mana shu trubalarimiz javob beradi. Bu narsamizni uy отопленияларni nasoslari, misol uchun теплый pol, radiatorlar, boshqa basseyn, обработка hammasi mana shu yerda pityevoy suvlarimizni полный filtratsiyadan o'tkazadi. Mana bu ikkita joyimizni mana shu yerda musorlar, boshqa narsalar, toshlar yig'iladigan joy. Bu yerda ham также markirovkasi berilgan, kim bajargan, qaysi chislodi telefon qilib ma'lum bo'lsa hal qilsa bo'ladi. Bularimiz полностью basseynga javob beradi. Buni o'chirib yoqsa suv ketadi, keladi. Полностью mana filtrlarimiz, nasoslarimiz suvni yig'iladi. Mana bu termostat mabodo agar qishki paytlarda, kuzlarda, bahorlarda cho'milgisi kelib qolsa, suvni sal isitib beradigan narsamiz. Bu narsa bizda boiler bo'ladi. Hamma suv mashina ichida yig'iladi. Mashina ichida yig'ilgandan keyin bu yoqdan kelib turib, mana kacholimizni isitib beradi. Kacholimizdan keyin dalshi xonadonlarga boradi. Bu boiler kachollarimizni avtomatlari полностью uyimizning internetda yashiga bo'ladi. Bu солнечный panel sistemamiz. Bu saunamizning shiti отдельно qilingan. Bu narsa mana o'zi uyi yuragi hisoblanadi. 3 ta fazasi bor. Bu 3 ta fazani mana bu tok stabilizatorlari o'zi agar tok pasayib ketsa, toklarini normaga keltirib beradigan stabilizator. Bu yerga ahamiyat bersanglar, birinchidan juda ham akkuratniy bajarilgan, hamma narsa o'zining nakonechniklari bilan har bitta avtomatlarimiz numeratsiya qilingan. Numeratsiyasi mana bu yoqda nimaga javob berishlari hamma narsa spiskamizda bor. Endi bu yoqqa qaytadigan bo'lsak, yana bitta qiziq tarafi bor. Shitimizning ichida mana bunaqa narsa bor. Bu narsa dvijokimizga javob beradi. O'sha bu narsa yoqib, o'shani svetlarni bor qilib beradigan narsa. Ko'ryapsizlar qanaqa akkuratni bajarilgan. Hamma narsa chiroyli. Toshqin bo'lib ketadigan bo'lsa, mana bunaqa nasosimiz bor. Polni botdagi suvni shimib tepaga olib chiqib ketadi. Mana bunaqa kameralarimiz ham o'rnatib ketilgan. Bu narsa nimaga? Mabodo xonadon egalari chet elda bo'lsa, polni botda nima vaziyat bo'lyapti, hammasini ko'rib o'tirishligi mumkin. Endi bu akkuratnisiga отдельный bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Kim agar shunaqa akkuratniy qurilishni bajarib ketadigan quruvchini qidirayotgan bo'lsa, sizlar qayerga murojaat qilishni bilasizlar? Excellent Real Master. Bu zo'r qurilish.